제29회 한국어 능력 시험 듣기 초급 29-topik imtihonining eshitish, ya'ni tibqiy savollari 1-dan 30-gacha bo'lgan savollardan birga ko'rib chiqamiz. 아래 1번부터 30번까지는 듣기 문제입니다. 문제를 잘 듣고 질문에 맞는 답을 쓰십시오. Savollarni yaxshilab eshitib, javoblarini to'g'ri tanlang. 2번씩 읽겠습니다. 2 martadan aytiladi. 다음을 듣고 보기와 같이 괄호에 알맞은 것을 고르십시오. 1-dan 2-gacha bo'lgan testda o'qib namunadagi kabi qavs ichiga to'g'ri keladiganini tanlaymiz. Hozir bu yerda namuna ko'rsatilgan, qanday yechish kerakligi haqida. 보기 배를 좋아해요. 배를 좋아해요. Nokni yoqtiraman. Bu yerda siz nimani eshitgan bo'lsangiz, qanday talaffuzda eshitgan bo'lsangiz, o'sha so'zni variantdan topishingiz kerak. Bu yerda hozir P dedi, siz K deb eshitishingiz mumkin, S deb eshitishingiz mumkin yoki H deb eshitishingiz mumkin. Shuning uchun e'tiborli bo'ling. Bu faqat namuna savollar endi boshlanadi. 배를 좋아해요. 정답은 2번입니다. 1번 감이 있어요. 감이 있어요. 감이 있어요. Nima deb eshityapsiz? Shunga e'tibor bering. Kam deb eshityapsizmi yoki sizga kom deb eshitilgan bo'lishi mumkin yoki kim yoki kim deb eshitilgan bo'lishi mumkin. Qanday eshitgan bo'lsangiz shuni topib yozishingiz kerak. Bunga 3 ball beriladi. Hozir bu yerda kami isoyo deyapti. Kam bu yerda xurmo bo'ladi. Kom ayiq, kim tillo, oltin, kim bu familiya desak bo'ladiki, yeydigan quritilgan dengiz o'ti hisoblanadi. Hozir bu yerda to'g'ri javob kam bo'ladi. Kami isoyo, xurma bor deyilyapti. 2번 포도예요. 포도예요. Qanaqa eshitildi sizga? Podoyeyo. Podoyeyo. Buni talaffuzi so'zlar bir-biriga o'xshagani uchun ozroq qiyin bo'lishi mumkin. Ajratish, shuning uchun bunga 4 ball beriladi. Podoyeyo. Siz balkim kodo deb eshitgan bo'lishingiz mumkin. Podo deb eshitgan bo'lishingiz mumkin. Podo deb eshitgan bo'lishingiz mumkin yoki xodo. Bu so'zlarning tarjimasini hozir ko'rib chiqamiz. Kodo so'zining ma'nosi ko'proq. Bu yerda hozir balandlik bo'lishi mumkin yoki tepaga, balandlikka sakrash bo'lishi mumkin. Podo bu uzun. Podo talaffuziga e'tibor bering. Bu podo deb talaffuz qilinadi. Bunisi podo, oddiy p. Podo bu hisobot. 4-inchisi xodo bu yong'oq. Talaffuziga e'tibor bering. Kodo, podo, podo, podo. Podoyeyo. Uzun degan javobni tanlaymiz. 다음을 듣고 보기와 같이 물음에 맞는 대답을 고르십시오.
3-dan 6-gacha bo'lgan testda o'qib namunadagi kabi savolga to'g'ri javobni tanlang. Pogi namuna 보기 공부를 해요? 공부를 해요? o'qiysizmi? Dars qilasizmi? Javobini tanlashimiz kerak. E'tibor bering. 공부를 해요? 정답은 1번입니다. 3번 To'g'ri javob birinchi bo'ladi. Dars qilasizmi? O'qiysizmi? De 공부를 해요. Ha, o'qiyman. Boshqasiga qarasak, 아니요, 공부해요. Yo'q, o'qish deb javob berilibdi. To'g'ri kelmaydi savolga. Uchinchisida de 공부가 아니에요. Ha, o'qish emas deyapti. To'rtinchisida 아니요, 공부를 좋아해요. Yo'q, dars qilishni yoqtiraman. Shuning uchun bu yerda hozir dars qilasizmi, o'qiysizmi degan savolga faqat birinchi javob to'g'ri keladi. De 공부를 해요 deb javob beramiz. Endi savolga qaraymiz. Uchinchisi 3 ball beriladi. 오늘 시간이 있어요? 오늘 시간이 있어요? Bugun vaqtingiz bormi? degan savolga javob topishimiz kerak variantlardan. 오늘 시간이 있어요? Javoblarga qaraymiz. Vaqtingiz bormi degan savolga qanday javob beramiz? Birinchisi, de 시간이에요. Ha, vaqt deb javob berilyapti. Ikkinchi variantda de 시간이 길어요. Ha, vaqtim uzun deyapti. To'g'ri javob bo'lmaydi bu. Uchinchisi, 아니요, 시간이 없어요. Yo'q, vaqtim yo'q deyapti. To'rtinchisi, 아니요, 시간이 많아요. Ha, yo'q, vaqtim ko'p deb aytayapti. Bu yerda 3-testning javobi 3-variant bo'ladi. Vaqtingiz bormi deb so'raganda 아니요, 시간이 없어요 deb javob beramiz. Yo'q, vaqtim yo'q deb javob beramiz. Uchinchisi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi 4ga qaraymiz. Eshitish uchun vaqt ko'proq beriladi. 4번 어제 뭐 했어요? To'rtinchisi, 어제 뭐 했어요? Kecha nima qildingiz? O'shanga javob topishimiz kerak savolga. 어제 뭐 했어요? Endi javoblarga qaraymiz. Kecha nima qilganimizni so'rayapti. Birinchisi, 친구가 있어요. Do'stim bor. Ikkinchisi, 친구가 했어요. Do'stim qildi. Uchinchisi, 친구를 좋아해요. Do'stimni yoqtiraman. To'rtinchisi, 친구를 만났어요. Do'stim bilan uchrashdim. Savolga to'g'ri javob do'stim bilan uchrashdim bo'ladi. Ya'ni kecha nima qildingiz? 어제 뭐 했어요? 친구를 만났어요 deb javob beramiz. Do'stim bilan ko'rishdim. 4-testning to'g'ri javobi 4-variant bo'ladi. 5-siga qaraymiz. 5번 회사원이에요? Savol berilyapti. 회사원이에요? Kompaniya ishchisimisiz? 회사원이에요? Nima deb javob beramiz? Kompaniya xodimimisiz desak, javoblarga qaraymiz. Birinchisi, 네, 회사에 다녀요. Ha, ishga boraman, ishlayman deb tarjima qilamiz. Ikkinchisi, 네, 회사에 없어요. Ha, ishxonada emasman deymiz. Uchinchisi, 아니요, 회사원이에요. Yo'q,
kompaniya xodimiman. To'rtinchisi 아니요, 회사원이 있어요. Yo'q, kompaniya xodimi bor. Sizdan so'ralayotgan savol kompaniya xodimimisiz, kompaniya ishchisimisiz deganda birinchi javob to'g'ri keladi. 네, 회사에 다녀요. Ha, kompaniyada ishlayman deb tarjima qilamiz. 5-testning to'g'ri javobi birinchi javob bo'ladi. 6번. 누구하고 밥을 먹었어요? 6-siga 4 ball beriladi. Savol ozroq uzunroq. 누구하고 밥을 먹었어요? Kim bilan ovqat yedingiz, ovqatlandingiz? 누구하고 밥을 먹었어요? Endi shu savolga javob berishimiz kerak. 점심에 갔어요. Tushlikka ketdim. To'g'ri kelmaydi. 언니가 갔어요. Opam ketdi. Bo'lmaydi. 3-si 언니하고 먹었어요. Opam bilan yedim. To'g'ri keladi. 3-si. 4-si kimchi찌개를 먹었어요. Kimchi sho'rvasini ichdim, yedim. Bu yerda kim bilan ovqatlandingiz degan savol berildi. O'shanga biz 3-javobni tanlaymiz. 언니하고 먹었어요. Opam bilan yedim. Endi 7-dan 8-gacha bo'lgan testga qaraymiz. Birinchi namuna beriladi. 다음을 듣고 보기와 같이 다음 말에 이어지는 것을 고르십시오. 보기, 7-dan 8-gacha bo'lgan testda eshitib namunadagi kabi keyingi ulanib ketadigan variantni tanlashimiz kerak. Namuna pogi, ya'ni qanaqadir gap aytilganda o'shanga javob beriladigan gapni tanlashimiz kerak. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. Sengil 축하합니다. Tug'ilgan kuningiz bilan deb tabriklayapti. Yoki tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman deb tarjima qilamiz. Nima deb javob beramiz shunaqa vaqtda? Javoblarga qaraymiz. Miyanamnida, uzr, kechirasiz. Kamsamnida, rahmat. 3-si 반갑습니다, xursandman. 4-si shillayamnida, uzr. Bu ham kechirasiz, hurmat formada. Shunday qilib tug'ilgan kun bilan tabriklaganda biz rahmat deymiz va bu koreychada kamsamnida bo'ladi. 정답은 2번입니다. 7번. 늦어서 미안해요. 7-si 늦어서 미안해요. Kechikkanim uchun uzr yoki kechirasiz. 늦어서 미안해요. Biz bunga qanday javob beramiz? Kechikkanim uchun uzr, kechirasiz deymiz. O'shanda nima deymiz? Javoblarga qarasak, 고마워요, rahmat. Kimdir kechikib uzr so'raganda biz rahmat demaymiz, to'g'rimi? Ikkinchisi 아니에요, hechqisi yo'q desak bo'ladi 아니에요 tarjimasini. 3-si 죄송해요, kechirasiz. Kechirim so'raganda kechirasiz demaymiz. 4-si 부탁해요, iltimos deyapti, iltimos qilaman. Bu yerda ikkinchi javob to'g'ri keladi. 늦어서 미안해요 deganda, kechikkanim uchun uzr deganda 아니에요, hechqisi yo'q deb javob beramiz. 8번. 안녕히 가세요. 8-si 안녕히 가세요, yaxshi boring degan gapga biz nima deb javob beramiz? 다음에 또 오세요.
kelasi safar yana keling, keyingi safar yana keling. 다음에 또 오세요. 안녕히 가세요. 다음에 또 오세요. Hozir bu yerda takrorlanyapti. 안녕히 가세요. 다음에 또 오세요. Yaxshi boring, keyingi safar yana keling degan gapga nima deb javob beramiz? Variantlarga qarasak, 어서 오세요, xush kelibsiz. Ikkinchisi, 여기 있어요, mana marhamat. Demaymiz, shundaymi? Kimdir biz bilan xayrlashayotganda. Uchinchisi, 안녕히 계세요, yaxshi qoling deb javob bersak bo'ladimi? Ketayotgan odam sizga yaxshi qoling deb javob beradi. To'rtinchisi, 오랜만이에요, ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga deb tarjima qilamiz. Shunday qilib, 안녕히 가세요, 다음에 또 오세요 desak, 안녕히 계세요 deb javob beramiz. Boshqa variantlar to'g'ri kelmaydi. 9-ga qaraymiz endi. 여기는 어디입니까? 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 9-dan 11-gacha bo'lgan savolda bu yer qayer, ya'ni qayerligi haqida gap ketadi va biz buni topishimiz kerak. Pogi va qat'i almajin g'osil ko'rishibshiyo. Namunadagi gap kabi to'g'ri javobni tanlang. Namuna ko'rsatilgan. 보기, 어디가 아프세요? 어디가 아프세요? qayeringiz og'riyapti? 배가 아파요. qornim og'riyapti. Yana eshitamiz. 가 아파요. 다시 들으십시오. Tashi 들으십시오 desa, yana bir marta eshiting deyapti. E'tibor bering. Tashi 들으십시오, yana eshiting. 어디가 아프세요? 배가 아파요. Qayeringiz og'riyapti, qornim og'riyapti. Demak, bu yerda kasalxona, shifoxona haqida gap ketyapti. Shundaymi? Shunday qilib variantlarga qarasak, kage do'konda hech kim bunaqa aytmaydi. Ikkinchisida pangchip, novvoyxona yoki non do'koni. Uchinchisida pyongwon, kasalxona, shifoxona. To'rtinchisi shiktang, restoran, kafe. Bu yerda variant pyongwon, shifoxona bo'ladi. Namunaning to'g'ri javobi. 정답은 3번입니다. 9번. 손님, 뭘 드시겠어요? 9-ga qarasak 3 ball beriladi. Sonnim, 뭘 드시겠어요? Hurmatli mijoz, nima yeysiz? 커피 한 잔 주세요. 커피 한 잔 주세요. Bir chashka kofe bering. Yana eshitamiz koreychasini. 다시 들으십시오. Tashi 들으십시오. yana eshiting. 손님, 뭘 드시겠어요? 커피 한 잔 주세요. Hurmatli mijoz, nima ichasiz? Nima yeysiz yoki mijoz aytyapti, bir chashka kofe bering. Ya'ni bu holat qayerda bo'lishi mumkinligini tasavvur qiling. Birinchisi 은행, bank. Ikkinchisi yakkub, dorixona. Uchinchisi to'sogon, kutubxona. To'rtinchisi coffee shop. Coffee shop ya'ni kafenya. Qayerda kofe ichishni sizga, masalan, qayerda siz kofe zakaz qila olasiz? Coffee shopda bo'ladi, ya'ni kafenyada bo'ladi. Boshqa joylarda siz kofe bering deb aytmaysiz. 9ning to'g'ri javobi 4-variant bo'ladi. 10번. 어떻게 오셨습니까? 10-si 어떻게 오셨습니까? Nima xizmat bilan keldingiz? Qanday ish bilan keldingiz? Ya'ni bu yerda
Hozir so'zma-so'z tarjima qilsak, qanday keldingiz bo'lib qoladi va bu yerda avtobusdami, metrodami, taksidami aytish kerak. Lekin bu gapni so'zma-so'z tarjima qilganda o'zbekchaga to'g'ri kelmaydi va buni tarjimada moslashtirib, nima xizmat, nima ish bilan keldingiz deb tarjima qilamiz. 이 편지를 미국으로 보내고 싶어요. 이 편지를 미국으로 보내고 싶어요. Bu xatni Amerikaga yuborishni xohlayman. 다시 들으십시오. 어떻게 오셨습니까? 이 편지를 미국으로 보내고 싶어요. Bu xatni Amerikaga yuborishni xohlayman. Erkak qayerga bordi? Hozir variantlarga qarasak, uchegu pochta bo'ladi. Yonhagwan kinoteatr, uchinchisi Yohangsa tur agentligi, to'rtinchisi Undongjang stadion. Shunday qilib, bu kishi Uchegukka borgan. Ya'ni Amerikaga xat yubormoqchi. Shuning uchun 10-testning to'g'ri javobi birinchi variant bo'ladi. Endi 11ni eshitamiz va bunga 4 ball beriladi. 11번 책상하고 의자를 사러 왔는데요. eshitib ko'ring. 책상하고 의자를 사러 왔는데요. Bu sizga ozroq qiyinlik qilishi mumkin. Tushunishingizga tarjima qilamiz. Stol va stul sotib olish uchun kelgandim. 네. 이 책상은 어떠세요? Ha, mana bu stol qanday? Endi ya'ni yoqyaptimi deb so'rayapti bu yerda. 다시 들으십시오. Yana eshitamiz. 책상하고 의자를 사러 왔는데요. 네. 이 책상은 어떠세요? Stol va stul sotib olish uchun kelgan. Sotuvchi ko'rsatyapti. Bu stol qanday? Gap qayerda ketayotganligini tushunib oldingizmi? Variantlarni tarjima qilamiz. Kisuksa, yotoqxona, 가구점, mebel saloni, 편의점. Bu do'koncha, kichkina do'koncha. 박물관, muzey. 11ning to'g'ri javobi 가구점 bo'ladi, mebel saloni bo'ladi. 다음은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 12dan 14gacha bo'lgan testda gap nima haqida ketyapti, nima haqida suhbat ketyapti topishimiz kerak. Pugi va Kati almajin gosil ko'rish pishiyo namunadagi kabi to'g'ri javobni tanlaymiz va bunga 3 ball beriladi. 보기와 같이 알맞은 것을 고르십시오. 보기. 누구예요? 이 사람은 형이고 이 사람은 동생이에요. Yana qayta eshitishdan oldin tarjima qilamiz. 누구예요? Kim? 이 사람은 형이고 bu kishi mening akam. 이 사람은 동생이에요. Bu kishi esa ukam yoki singlim deb tarjima qilamiz. Gap nima haqida ketyapti? Kimlar haqida ketyapti? 들으십시오. 누구예요? 이 사람은 형이고 이 사람은 동생이에요. Gap oila haqida ketyapti. Birinchisi to'g'ri keladi. Qajok, oila. Irim, ism. Qo'yang, vatan, tug'ilgan joy. Sopo, posilka. Bu yerda akasini, ukasini, singlisini tanishtiryapti. Shuning uchun gap oila haqida ketyapti. 12-ni eshitamiz.
12번. 실례지만 올해 몇 살이에요? 실례지만 올해 몇 살이에요? Uzr, kechirasiz, shu yili nechiga kirdingiz? Ya'ni yoshingiz nechida? 27살이에요. 27살이에요. 27 yoshdaman. Yana eshitamiz. 다시 들으십시오. 실례지만 올해 몇 살이에요? 27살이에요. Gap nima haqida ketyapti qaraymiz. Sengil tug'ilgan kun, ikkinchisi nalcha sana, uchinchisi shigan vaqt, to'rtinchisi nayi yosh haqida ketyapti. Tug'ilgan kun demaymiz, bu yerda yoshni tanlaymiz. Chunki tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman degan gaplarni gapirgani yo'q. Yoshini aytyapti, 27 yosh, nayi yosh. Sengil tug'ilgan kun, nalcha sana, uchinchisi vaqt, to'rtinchisi yosh. 12 ning to'g'ri javobi nayi yosh bo'ladi. 13번. 비가 아직도 와요? Biga ajikto wayo? Yomg'ir hali ham yog'yaptimi? 네. 춥고 바람도 많이 불어요. 네, 춥고 바람도 많이 불어요. Ha, sovuq va shamol ham ko'p esyapti. Yana eshitamiz. 다시 들으십시오. 비가 아직도 와요? 네. 춥고 바람도 많이 불어요. Variantlarni tarjima qilamiz. Chumal dam olish kuni, narishi ob-havo, uchinchisi yo'yil hafta kuni, yaksoq va'da uchrashuv yoki. Bu yerda ob-havo haqida gap ketyapti. Shamol esyapti, yomg'ir yog'yapti. 13 ning to'g'ri javobi ikkinchi variant bo'ladi. Narishi. 14번. 이건 누가 찍었어요? Igon nuga 찍었어요? Buni kim rasmga tushirdi? Kim rasmga oldi? 제 친구가 찍었어요. 제 친구가 찍었어요. Mening do'stim rasmga tushirdi, ya'ni rasmga oldi. Gap nima haqida ketyapti? 잘 나왔지요? Chal navatchiyo, yaxshi chiqqan-a bo'lyapti tarjimasi. Endi variantlarni tarjima qilamiz. Sajin fotoapparatda tushirilgan rasm, Krim chizilgan rasm. Talloq bu kalendar, 4-inchisi sombol sovg'a. Bu yerda 14 ning to'g'ri javobi sajin, ya'ni foto haqida, rasm haqida gap ketyapti. 14 ning to'g'ri javobi sajin birinchi variant bo'ladi.